Bolam 4 oylik payti sochim juda ham to'kilishni boshlagan. Bir marta yuvinganimdan keyin to'kilgan sochlarimni yig'ib olgunimcha erim ko'rib qolgan. Vahima ko'targan, siz stressdasiz, nima bo'ldi sizga, nimani o'ylayapsiz deb. Hammada shunaqa bo'lar ekan desam, hech kimda unaqa emas, doktorga boramiz deb turib olgandi. Hech qayerim og'rimayapti Anvar aka deb qaytarganman. U paytda Instagramimni chala-chala yurg'izib turardim. Odamlar, qarindoshlarimiz qarshi gap gapirganda o'zingizni xursand qiladigan ishlarni bajaring. Men sizni yomon ish qilmasligingizni bilaman. Kimdir nimadir desa, erim aytdi, aralashmaskansan deb ayting dedi. O'zingiz istagan joyga boring, istagan odamlaringiz bilan gaplashing, asabiylashmang, sog'lig'ingizga qarang derdi. Bugun shu yaxshi bolani boshqacha ovqat yegisi kelibdi. Qalay Visola maqtab qopti erini, pul oldi shekilli deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hali oylik olganimiz yo'q. Shunchaki shu voqeani eslab xursand bo'ldim. Boshqacha ovqat sifatida salmon balig'ini ziravorlar bilan to'ydirib, sariyog'da qovurib, ustiga sarimsoq rayhonli sous tayyorladim. Yorim shunaqa yengil, ta'mi yangi ovqatlarni yaxshi ko'radi. Yorim har safar meni xursand qilganda yozib qo'yishni odatga aylantirdim. Chunki ba'zan jahlim chiqqanda qilgan yaxshiliklarni unutib, ko'rlik qilmasdan xulosa chiqarishim uchun. Yomon ko'rgan paytim birorta yaxshi tomoni esimga tushmaydi. Shunga o'zimga eslatib turishim shart. Menimcha turmushdagi eng katta xotirjamlik siri bu yoringizni hech kim bilan solishtirmaslik.